Markaziy Osiyo tarkibi O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston. Aholisi 85 milliondan ortiq. Maydoni 4 million kilometr kvadrat. Prezidentlar: O'zbekiston Shavkat Mirziyoyev, Qozog'iston Qosim-Jo'mart To'qayev, Qirg'iziston Sadir Japarov, Turkmaniston Serdar Berdimuhamedov, Tojikiston Emomali Rahmon. Eng yirik shahri Toshkent, eng katta davlat Qozog'iston, eng ko'p aholili davlat O'zbekiston. Iqtisodiyoti: neft, gaz, oltin, uran, qishloq xo'jaligi va boshqalar. Markaziy Osiyo Yevropa va Osiyoni bog'lovchi eng muhim geosiyosiy hamda savdo mintaqasi hisoblanadi.